Oy balam, näge badın eden ensirdi? Dejurnilik qilgandim amma. Oy, dejurnilik qilgan bolsaң dep qo'ysang mamte. Dadang senden ensirep bir kech kirpik qaqmay o'tirib chiqdi. U sang telefon qilmadimi? Ha, telefonimning to'ki qolmabdi ekan, to'q tek boyatili bilgandim. Amma men kiyimimni almashtirib chiqay, ish kechikib qolmay men oldim. Ha, yaxshimisiz direktor? Men kechiring, yarim soat kechikib qoldim. Men hozirlashib boraman. Ha. Bo'ldi. Sizmi ruxsat so'rar ekansiz, ha? Men sizni bu umringizda ruxsat so'ramasmikin deb qopti ekanman. Ha, bo'ldi. Charchab qolgan bo'lsangiz, aram ilan qislatma ber. Ha. Ishlab o'sma, telefon qilmaysiz sizga. Ma'qul. Ey. Qizim qani? Ha? Qizim qani deyman. Dada? Uydudu. Xubsallik qilmang. Tunugun uyga qaytmadi. Nega ushirib qo'ydingiz? Men bilmay ekanman. Siz uni uchirishdan to'sqinimiz oz kelib, hozir uydan chiqib ketishga majburlab etibsiz-da. Olimka, uchirishdan to'sqinim rost. Lekin uning nadaligini men rosti bilmay ekanman. Hey, u bir qiz bola tursa, uyga qaytmadi degan qanday gap deyman? Dana nega qopdingiz? Madam. Direktor, qanday qilmas? Bo'ldi. Olimka, menda odam bize ko'p ish qilib deyshaydi. Odamlarni ko'rib qolishdan qo'rqqan odam nima ish qilib qilsiz? Hoca! Hey! Oy balam, naşık verip mi? Bunda kaldıraysa? Oldurayman. Dadam şirketga berib, ish chiqiribdi amma. Nima? Oy, dadam Nima? nima chiqdi? Oy, kimda vaqti da bu? Tağam işleyipti. Bu tağamның xarakterga mos kelmagan shu tuğanda. Dadam nima ish qilgan berib ish chiqirdi? Oy, tak. Kimda yirg'ilma balam ne? Men zaten nima ish qildim? Endi uvol qilaversiz menga. Nima ish qildim? Tunugun siz mening do'konimga bordingiz. Oyog'idan mening qizim yo'qolib ketdi. Aniq tumanda. Şirketliklar pek ko'p Olimka. Nima gap bo'lsa ishqan kirib deyishlar. Chiring. Qanday qilmas? Mana bu paqayli. Siz chiqavering. Sizlar ham tushib ishinglarni qilavering. Bunda deyil buyuram. Choy iching. Dana zodi nima qilmoqchisiz? Men xislatni kuzatib uyga borganim rost. Ochiqimda sizning do'koningizga borganim rost. Qaytib kelib shirkatga qarsam, xislat yo'q. Telefonni ursam, telefonni taqoq. Men taq uyga ketgan o'xshaydi debdim. Bayam o'zi telefon qilibdi. Ben charchab qoldim, dam olsam degan deb ma'qul deb turishimga siz kelib qoldingiz. Xislat tunugun uyga qaytmadimi? Shu siz do'kondan chiqib ketdingiz, bu bolami tangli yo'qolib ketdi. U hech qachon mening gapimni jirpa qiladigan bola emasdi. Qachon siz paydo bo'ldingiz, bu bola mana shunday bo'lib qoldi. Men bunda uvol qilaverman Olimka. U ya kichik bola bo'lmasa, men turdisam turdigan, mongsam mongdigan. Bira do'stim uyga qaytqanda. Qayaga qaytadi, qayaga? Yolg'on gap qilmang, direktor. Sizimcha Olimka, onu tul onun bilan ko'rish, bunun bilan ko'rish deb bir kun kechikimda qistaverman. Demak, buning hammasi mening xatoligim ekan-da. Shunday demoqchiman. Jazolamoqchisiz. Bu yerda 18 yosh bola bo'lmasa, yeshim 30 ga berib qoldi. 30 ga berib qolsa nima bo'pti? 18 yoshli bola bo'lgan bo'lsa, men bunchalar chiqib ketmaydim.
30 yaşlı kırıp kalgan bir adam özü xalamagan bir adam bilen turmuş surgat kelsa men ensirmey oturalam da. Yapamaz. Bilmez. Bu yerda mening inoatim ish yo'q. Sizlar inoatiga ta'sir qildi deyman. Siz Yok oldu mu? Kapıyorum. Neymiş bu? Uyup kalkmadınız. Sizin ensirep bugün şirkete gelsem deri turuna pişirip kalmışım. Dada, bunda vırılcır olsa qandaq bo'ldi? Men istibovasin demsa ya. Bo'ldi. Hech qas bilmaydi sizning dadangiz ekanligimni. Hech qilib karim yo'q. Yuzimni tugvatdim. Men bu shirkat qanday yuzimni ko'tarib yurayman, hamda direktor qanday qarayman, dada, ajab keldi. Unda bo'lgandan keyin uyga qaytmaydigan ishni qilmaysiz emasmi? Kechirgin dada. Bo'ldi. Kechdi uyda ko'rishaylik. Dadasi shu ekan-da. Dadasi shu jato'ladi. Men dedim sizlarga dadasi shumishninki boya xislatim deb degandichu. Anlaganman. Shu ekan. Direktor, kechiring. Azroq ishim chiqib qolib kechikib qoldim. Akşam neye bağladınız? Ha? Tünüge ben sizden keşirek işlerini desem ya şirkette yok ya öyde yok. Neye bağladınız? Dostumni uyga borgan. Boptu. Çıkışınızı kılıyorum. Ne oldu? Birey yapama. Yo'q. Lekin boya dadam O işten bir taraf kıp buldum. Siz aralashmışsınız buldu. kechiring direktor. Sizni malol qilib qo'ydim. Asli dadam undaq odam emasdi. Shu tuyuqsizlar. Sizlat. Bu siz kechirim so'rag'idagi ish emas. Erlar o'tirsidagi ish. Bir ayolni ishkar, yaxshi ko'rsa, buncha ixtiloflar ham bo'lib turdi. Ha? Nima? Siz chiqishingizni qilavering. Nima? Ha. O ayol dadamning mo'risini quchoqlabdi. Men ko'rib bekli o'ng'aysinib ketdim acha. Ular do'konda shunday qilishib ketibdi-ba?
Bular pek ne iş bilipti o? Hammam bildim o. Hamam uyi kirib ketdi. Bildim. Undaqti kes saqlab turanglar. İşte o ayolning adını rasa berib qo'yaylik. Ha, ma'qul. Nima unda qildi deyman ajab o ayol. Bo'ldi. Ma'qul, xo'sh. O ayol bilan rostda qo'zg'aldim. Qiyirg'anda qiyirta to'q, qiliqlar undan ortiq degan mo'shida. Qamlashma. Қалғач маркалық сопын парашюки вәті бәркін шығырды. Vay neminang? Кырнан. Қалғач маркалық сопын парашюки. Мен Dilkan Xalqaro Soda chekish şirketi tajdarligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zadi nimidu? O zadi nimi tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Adaş, yaş vaqtlarda pul tapıman da. Her yer her joylarda yurib, bilib bilmay salomatlikni yo'qotib qo'yibdi. Amaliyotda hammadan muhimi salomatlik. To'g'ri deysan, do'stim. Pul bilan dorini setib bo'lgan bilan, lekin salomatlikni setib bo'lmaydi ekan. Nayt to'g'ri gap qildim. Yaş vaqtingda o'z oldingga doktorxona qurib, nayt to'g'ri qilib ekansan. Men savdo qilaman deb gaydi och, gaydi to'q. Jinimni paq qiynabdi ekanman. Do'stim, doktorxonaning jafosi ko'p bo'ladi ekan. Lekin hozir hukumat bizda xususiy doktorxonalarmi har tarafning yordamlarini qilib, hali kunimiz hali yaxshi bo'lib qoldi degina. Kira. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu Jasur doktor. Yaxshimi, tinchlikmi? Jasur doktor bundan keyin sening davolash ishlaringga mas'ul. Adaş, mening jinim bilan o'ynashib o'tmaydigansan? Dostum, Jasur doktor doktorxonamizning hali qobiliyatli doktori. Undan boshqa bu mening kuyovlim bo'ldi degina. Men yana maxsus davolash guruhini o'rinlashtirib qo'ydim. Sen xotirjam bo'lg'ina. Bo'ptamsa. Sinov deganidek bo'lsin adaş. Ben geldim. Ben Nacu. Geldin mi bala? Tayyor oldunuz mu? Mamdo. Siz baramsınız. Ha, ma'qul. Bunlar. Ne görsüler? Ha, biz sırtı çıkıp aylanıp gireyli ama. Hava yep girimiz. Maqul berip kelinglar. Bunlar siz. Xo'sh ama. Xo'sh ama. Xo'sh. Gel. Majilni ne bordikini? Acha, Aqcham bizni saqitib qo'yib, o'z ideyajatini tayyorlab qilib chiqmoqchi. Menchu katiplik xizmatini qilayotgan 9 yil bo'ldi. Katip deganim deganga sabr qila oladigan, saqlay oladigan deganga. Bu yer nima bo'ldi, biz nimani saqladimiz? Ikkisi yana bilma. Shundoq. Ikkisi birga choy ichib o'tirdi. Kechkichga olgan o bu xotin. Hey, chiqibchu, yaqindan bu yan tag'anni oshlasa, gumonliq. Xuddi bolalardan munosibatini uzaytirgandeklar. Bir xil g'ayri. Siz o'chichu. Yo'q, men hech qanday xayrlik his qilmadim-ku. O shundoq-ku. Yo'q.
Köpçülük özüңләрнең fikrini koyup bakыңlar. Cesur. Bu operasyonu qilsak bo'ladi. Lekin yallig'inish ahvoli bak ig'ir. Oshqozondan boshlagan rak hujayrasi qizilingashga berib qolmay balki jigar ham talg'ich kengaygan. Bundaq ahvolda bu operasyoni qilishimiz bir qadar murakkab. Onun küçük kızı kelar yili kuzda to'y qilmoqchi. Ay, Berna? Qanaroq bolam? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi, nima ish qilyapsiz? Uyimiz oldida. Nima? Bizning uyning oldidami? Yo'q, Jesurning uyning oldida. Mushkullarda qizim mendan bag'oz jiroqlab ketyotdi. Asta-asta haqning kelini bo'lib ketdi. Shuning uchun ko'nglim bak yerim. Menden zerikdingizmi? Ajab telefonni qo'yib qoldiraysiz-ku. Berna. Mushundoq qo'yibdan telefonni. Cho'nglarning qiz bola boqqanning foydasi yo'q degan gap. Bekor gap emas ekanda. To'g'ri. Berib ko'rib kelaychi o'chimni. Bo'lmasa, meni faqat unutib ketmisin. Pek o'xshatibsan Juma opa. Lekin bakcha xirasibsan. Ay balam. Ajab putoq topib ekansan. Quvvat oldi, jiqroq yegina. Qizimda am. Voy. Hadi teshikma. Teshikmamdan turamsiz. Bir ishlan kelganmidingiz? Barnoq azroq yeydigan narsa ag'ash kelgandim. Uy kirli uyga. Yo'q, o qiz telefon olmayotdi. Men narsani berib qopdim, olmoqchi edim. Shunaqdim uy kirmisiz, qanday bo'ldi? Uy kirli. Bo'ldi, rahmat. Akam ma'lay. Ay, bo'ldi, zamalay. Hasi uy kirladi. Yura. Qani. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan toshqa. So'm shundoq kuyunidi ekan bu bola. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'im kelmoqda. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tdingizmi? Nima qildim? Men o'lib ketsammi, sen bu uydan bir qadam ayrilmaysan. Voycan, bu ne dada? Oy, ben aralashmayın, ne qo'yib qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, nashtangizni qiliblar. Of, dada, qusqum oshmidi. Nima naqshimiz qilsa? Voy dada, yomanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik qildimmi? Voy, acha. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Qamoq yedingmi? Ishdan tushdingmi? Qildingmi degandan boshqa nima ish qilib beraliding? Men bu to'yni qildim. Bu ig'ir yukni qandoq sana yuklayalayman bolam?
doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan balang bu. Baba. Ayya. Oğlanı mı yığılamdı? Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Akaba, ko'kam bilan uy biraz bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüz açma. Apa! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızgam asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızgar mı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzü de dal bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar
kılmagan hayat Kanaat baxittur, baxit kanaat Esingdan ketmesin şu oddiy sabah Esingdan ketmesin şu oddiy sabah